Assalamu alaikum bütün dünyadaki barlıq qardaşlarım, vətəndaşlarım. Həmminlərə səmimi salam, ali ehtiram. Bir həftə oldu biz görüşməyəli. Mən sizləri sevindim, sizlər məni sevinib qalğansızlar. Bugün bir azraq məsələlər üstündə sizlər bilən billə yana, billə kenişidiğən olub qaldım, toxtuşidiğən olub qaldım. Bu bozumu biz nimi üçün bu davanı qılıbatımız? Mən əməz. Biz ne için bu davanı kılımız? Hemimiz. Onu hiç kim bizge öğretmesi mi? Ya ki demisi mi? Desi mi? Hemimiz ne için kıvatkanlığımız okumuz? Aş ölüvatkanla, turmuda ölüm cezası hüküm kıkanla ne için ölüvatkanlığını okudu? Şehit olup ketkenler mi? Ne için şehit boğallığını okudu? Şunun için mağrur kıyafetli ben turmuda yatka vaxtımda Nurgun Balla'nın ölüm cezası hüküm kıldı. Şundaq yaş qıran ballarını ula özünün vətini üçün, vətinin müstəqilliği üçün, xalqının erkinliği üçün ölüb atqanlığını oxudu. Biz, mən əməz, biz bütün Uyğur xalqı hazır, məyli olduzun qısəb çıxqanlar olsun, məyli çıxmığanlar olsun, həmmisi öz alayidliği bilən vətənini qutulduruş üçün bir hərəkət qıvatıdır. Hərəkət qılanmığanlar Ceynimazda oturup daha qıvatıdır. Unumu qılanmığanlar ümit kütüp qağallarını qollab, Xudayım aşıla bir bu şu, dava qığallar bir, həmmi işleri vücud çıxıb, aşıla qalbi qılıb, vətənimiz azad olsun devatıdır. Menimcə, Şərq Türkistanlıqның, ya ki Uyğuristanlıqның, vətənimizдің hər qandaq Uyğur, hər qandaq vətəndaşlarımızның bu vətənini azad bulmuşken deydiğen bir fikri yok. Hiç gündüz arzusu şu. Başkalar vətini azad olsun mu, bulmuş mu diyen ümitliğe emez. Mutlak azad kılımız deyip 200 yıldan beri milyonluğun adamlarımız özünün qeynine töktü. Mən emez, biz. Şulanın hemmisi özünün cenini, özünün qeynini verdi. Her bir şahs Uyğur vətəndən keçip çıqqanlar, muş Qaşqallarının həmisi, vətəndən çıxqanlarının həmisi, muş çət əldən çoğun ümid kütüb, əşəyə çıxsaq, bir erkin hərəkət qısaq, vətənimizdeki qeyrindaşlarımızın erkinlik çıxıramız mı ki, özümüz erkinlik çıxıramız mı ki, degen ümid bilən çıxdı. Bəzəllər iqtisadi səbəbdən, bəzəllər siyasi bisimdən, bəzəllər özümüzün içindeki talaş tatışdan nurgun adamlar aldın qısab ki çıxanmadı. Şunun içinde cüret kılıp, aldın kısap kılıp atkallar, hem şu nurgun kurulup atkan teşkilatla, faaliyet ettirip atkallar, hem şu namayış, davamlık namayışları çıkıp atkallar. Mesela, şu bir hafta ötken yaşayan bir günü, Alımcan degen ballarımızın başçılığı da, pidakarla, topu, bir top yaşla, muhbirlığa bayanat veriş için, Ankara'ya, Kitipağ'a yerden tosalığa uçurap kaldı. Baran mı de? Lakin Ankara'ya berip muhbirlarga cevap veremiz mi? Bulanın aşağığı kaytırılğanlığı, bulanın cengi varlığı, iyilik çıraylık ballarının resmini görüp mən mışıqlap kettim. Qançilik adamların jürküge təsir qıldı. Aş tuğan çıraylık ballar, aş qeyrindaşlarımızdan qutulduramız dep bağan ballar. Aş lagırda ölüp ketken, turmudi yetip atqanlar, bunun körünüşüyle oxşap ketdi. Aş ballar, ayni aşındaq ballar. Bular neymiş ki çıktı, yani aşı qeyrindaşlarını qutulduruş üçün bütün muhbirlarga Uyğur meselesinden guvalıqdan ötüdüğanga Uyğur meselesini şu dünyanın hazırki soykırım, genocide, kırgınçılık, etnik, milli kırgınçılık dep Amerika ve bütün dünya, bütün garip toğlavatqa vaxtıda muşunun masliş üçün bizden bir türküm yaşlarımız, pidakar cangçılarımız Ankara'ya yolu çıktı. Gerçi u yerdə məqsədini əməlgə aşıramız mı, ulanın toplaşıb, qayıtıb gelip, sözlügən sözləri bütün dünyanı, bütün Uyğurlarını və bütün Türklərini təvrtib etdi. Nimişin bunlar u yerə berib qılanmaydı da. Demək, bir hərəkətin nəticəsi buludu. Neçə gün oldu, qarındaşlar? Biz davanı davamlaşdırıb kelivatımız. Mən sizlərə guvalıqdan ötüş doğruluq dedim. Bana guvalıqdan nurgun adamlar ötüb atıdı. Biz bunun da bir-birimizə həmkarlaşımız. Biz guvalıqdan ötüp Xitayının callatlığı, faşistliği 15 yıldan beri emez, 70 yıldan beri anlatıp gevatımız qarındaşlar. Ben çıkan 15 yıldan beri ben özümü ağzımga, kolumga, putumga,
qo'yib bergan holda so'zlab, mayli planliq tug'ib, mayli lagerda adam, turmada adam o'ldirish, mayli maxfiy tutqun qilish, mayli ili vaqasi, mayli Barim vaqasi, mayli Oqsuv vaqasi, mayli Xotan vaqasi, mayli Qashqar vaqasi, mayli 66-yildagi yoshlar namoyishi, 85-89'daki namoyishlar, bütün hammasini bu dunyoga anlatıp keldim. Men emas, anlatıp keldik. Nurg'ulg'an qarindoshlarimiz anlatıp keldi. Men turmudan chiqishning oldida Ablikim Baqi Turkiyada, ashu Turkiya jamiyatla Uyg'urlarninki vakili bo'lgan bir jamiyatda turib, Ablikim Baqim biz vatandan chiqargan narsalarni butun dunyoga anlatıp keldi. Biz chiqdik, bir-birimizga ulaşdik. Qarindoshlar, mushundaq vaqtda, mushundaq bir jiddiy bütün dünya bizning tarafimizga o'tib bo'layotgan bir paytlarda bizning tashkilotlarimizda nayt bir cheklangulik, bir-birimizga bo'lgan o'shmanlik, sorun talashish, huquq talashish, menmenchilik talashish, sendim men cho'ng, mendim men cho'ng, o'zamchilik kamchiliklarimiz hammamizdan bo'layotdi. Lekin shuni bo'layotgan bilan shu tashkilotlar nima qilyotdi desiniz, shu tashkilotlar yillardan beri Uyg'ur davosini qilib kelyotdi. Uyg'ur davosini qilayotganlar siyosiy jihatdan qilayotganlar siyosiy davo qilyotdi. İctimai jihatdan qilganlar ijtimoiy jihatdan qilyotdi. Masalan, paravallik jihatdan qilganlar paravallik jihatdan qilib kelyotdi. Hammasi bir bo'shliqni to'shqizib kelyotdi. Ammo nayt nurg'un odamlar telefon berdi. Rabia ana, siz gap qildigan vaqtingiz keldi. Siz chiqing deb. Turkiyadan telefon keldi. Boshqa yerdan davlatdan mening chiqishimni gap qilishim to'g'riliq, mushu orliqda bo'layotgan biroz bir parakandichiliklar to'g'riliq. Mening bir to'rt eg'iz gap qilishim to'g'riliq ta'kidladi. Lekin men bu yerda gap qila olmadim. Nimishqa? Men o'z ixtiyorim bilan lillah haq gap qilamdim yoki boshqalarning ko'ngli uchun gap qilamdim. Men mushu masala turib qoldim. Haq gap qilsam, manda gap qilsam, ma taraf ranjib, onda gap qilsam, o taraf ranjib, mening o'zimning haq, to'g'ri gapimni qilib qo'ymaydi ekan. Hammasi mushu biz uchun ma'ni deydi. Ma'ni deydi ana. Men yo'q, unda qilmayman. Men uni o'rnayolmayman. Hech qasning talabini o'rnayolmayman. Faqat Alloh roziligi uchun to'g'ri gap qilaman. Turkiyada nurg'un talash tortishlar bo'lyapti. Dunyoning hamma yerda tashkilotlar bilan talash tortishlar bo'lyapti. Bunun sebebi faqatli tashkilotlardimi deganda yo'q. Yoki faqatli xalqdimi degan uningmi yo'q. Endi biz xalqning ichida bo'layotgan gaplarda fitna, jidal chiqadi, bular qarshi chiqishimiz kerak deb tashkilotlar shuna desak, u 1%, 2% yoki 3% yoki 5% adam bo'lsa ma'qul fitna deydi. Agar xalqning ichida 20%dan eshib ketib, xalq talab qilib, mushu tashkilotlardan biz mushunda ish qilmadi, mushunda ish qildi desa, bu vaqtda tashkilotlar o'ylashib beqishga tegishdik. Tashkilotlar nima uchun qurildi degan vaqtida xalq uchun ish qilib, bu mening degan gap bo'lmaydi tashkilotlar. Mening tashkilotim emas. Mening desiniz u xalqning tashkiloti bo'lmaydi, oxir chekinib shirkatga o'zgartirmasi bo'ladi. Mening emas, xalqning, bizning bo'lsa, xalqning ovozi 20%dan eshib ketsa, tashkilotlar cho'qim javob berish kerak. Javob berish kerak. Xato qilgan bo'lsa, xato qildik deyish kerak. To'g'ri qilgan bo'lsa, to'g'ri qildik deyish kerak. Endi xalqim mening deydigan gapim bütün tashkilotni 100% to'g'ri ish qila oladi desiniz, unda tashkilot hozir chiqolmaydi. Bizning xalqimizning ong saviyasi, iqtisodiy ahvoli yetilmagan bir davr ma'lum. Shuning uchun unda kamchilik, bunda kamchilik, unda xatolik, bunda xatoliklar tashkilotlardan, odamlardan mush hodis shakllik o'tidi. Shuning uchun bularni bunda qattiq turib, bir-birimizni intayin qattiq so'kib, intayin qattiq tillab, intayin qattiq haqoratlashning o'rniga o'zinglarning planinglarni, fikringlarni o'tirib qo'yishinglar kerak. Tashkilotlar ommini deb chiqqan ekan, xalqqa xizmat qilaman deb chiqqan ekan, tashkilotlarga mundaq talabimiz bor deb jamoat o'zining talabini qo'ysa bo'ladi. Tashkilotlarmi o'ylashib biz ommini deb qildik, ommini deb yig'ildik. Xalqimizni deb ma ishni qilib beraylik dedik. Shuning uchun biz qanday qilishimiz kerak? Xalq, jamoat bizdan ba'zan gaplardan gumon qilgan ekan,
ba'zan gaplardan ranjigan ekan, biz jamoatga javob berishimiz kerak. Bizda bo'lsimi, bo'lmasimi, xalqimizni suyib chiqqan ekanmiz. Shu xalqimizga yomonimi, yaxshisimi bizning xalqimiz, biz javob berishimiz kerak deb chiqib 5-6 adam chiroyli o'ltirib, bizda bor kamchiliklar bor ekan, biz tuztayli, xalqning fikri o'z bizga bersin, bizda bor ortiqchiliklarni qildik deb xalqqa doklad berish kerak. Bu hech qanday ikkili tarafning yomoni yo'q buningda. Endi qarindoshlar, ba'zan tashkilotlarni uni dedik, buni dedik. Tashkilotlar chiqib, mushunda kuchlanib xalq bir ish qilib bermasa, hamma adam chiqanmagandikin ash qilalig'anlar sirtdan pulni hal qilib, chet ellardan pulni hal qilib, hukumatlardan pulni hal qilib, uni opirib xalqning o'tirida ko'riklik rol o'ynaydiganga adam kerak. Mushunga shunday tashkilot kerak. Masalan, Sitim Turkni deyli, ash lojmanni deyli. Voy lojmanni andaq qilib Sitim Turkchi kessin. Voy biz o'zimiz boshqaribmiz. Lojman mandaq deb xalq bir obdan tashkillik hukumat bilan xalqning o'tirida xizmat qilayotgan odamning ustidan isyon ko'tardik. Bizmi shu vaqtida Sitim Turkni ayıplab, sen ashunaq qilgan bo'lsang, mandaq qilgan bo'lsang, sen xalqqa berdik. Sitim Turklarni ma'qul deb tashlab chiqatdi. Sitim Turk shundoq chiroyli da'vo qilayotgan odamni siqib kelini bir chetga opirib qo'ydik. Opirib qo'yib, lojman qanday bo'ldi qarindoshlar? Butunlay taqab, o'ylar hukumatdan tortib ilinib, aşağıda kirasiz o'tirayotgan xalqlar vayron bo'lib ketdi. Hozir uya-buya o'tib o'tirib, ash jidal chiqqanlarning harakatganligini biz o'qimaymiz qarindoshlar. Endi hozir mayada Turkiyaning ichida shunday ahvol yuz beryapti. Shuning uchun xatolik o'tkazgan bo'lsa, o'tkazmagan bo'lsa, xalq o'tirg'i chiqib talab qilgan ekan, xalqning talabini ishga oshirish kerak. Xalqning talabini ishga oshirib, uningga javob berish kerak, xatolik o'z tuzish kerak. Xatolik o'tkazmaydigan biz Alloh, biz banda. Alloh taolo ekan biz banda xatolik o'tkazimiz. Biz payg'ambar emas, yo farishta emas. Shuning uchun bu xatoliklarni tuzish uchun xalqning oldidan to'g'ri o'tish kerak. Biz menda qilayli, mahkamchiliklarimiz bo'ldi deb. Xalqmi haddidan ziyoda ba'zan shaxslar mushundaq sharoitdan foydalanib, ochiq gaplar bilan tuhmatlarni chaplab, pishni qilib, ularni qoralamaslik kerak. Endi xalqning bo'lgan ekan, xalq agarcha biz saylam o'tkazimiz desa, uningga ruxsat. Chiroyli xalq vakili bo'lgan ashundaq tashkilotlarga saylam orqali ko'pchilik o'zaro yana to'plashib, jamoatni chaqirib, jamoatning fikrini olib, mush masalani hal qilib bo'ladi. Biz hammamiz Xitoyning zulmiga uchragan bir to'p xalq azap oqibat ichida ketib qolgan. Masalan, biz tillayotgan, urushayotgan tashkilotlarning ham ichidagilar kimlar bilamsizlar? Bari vaqasi qatnashganlar bor. Oblikim mahsumlar qurgan tashkilotlar bor. Ashu vatanning ichida tashkilot qurganlar bor. Vatanning teshida jang qilganlar bor. Nurg'un xalq uchun nurg'un xizmat qilib, qon to'kib, jon to'kib, urug' tuqqanlar tutilib, etilib, shunda bo'lgan qarindoshlarimiz bor. Shunga har ikki taraf bir-birimizni ayblamay, yaxshi kelishib qiladigan ishni qilishinglarni umid qilaman. Men nurg'un odamlar, nurg'un qarindoshlarimning to'rt eg'iz gap qilsa degan fikrga asosan bugun mushunchilik javobimni berdim. Yana zarur tepilsa, yana javob berma. Biz nima uchun da'vo qilyapmiz degan mazmunim shu. Rahmat.